Assalamu alaikum hörmətli televizor görgüçülər. Көріп atqanыңlar Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısı. Proqramımız xoş gəldinglar. Məzkur proqramımızda muşu bir həftə jarayonida radiomuzda Uyg'urlarga dair anlatılgan bir qism mühim xəbərlərni əsiltib etdimiz. Mən Erkin. Mən Gülçehra. Tövəndə diqqətinizlə xəbərlərimizdən təfsilatıdır bolsun. Uyg'urlar diyarındakı siyasi tutqunlarda siyasi bilan hech qanday aloqasi bo'lmagan bir turkum kishilarning orqama-orqadan tutqun qilinayotganligi ma'lum. Yaqinda san'at sohasidagi chaqnayotgan cho'lponlardan naqshchi Zoir Shoh Abdumatning ota-onasi bilan birlikda tutqun qilinganligi va Otishdagi 5-tarbiyalash markaziga qamalganligi oshkorlandi. Otishdagi soqchilar bu vaqtdagi savollarga javob berib, tafsiliy ahvollardan xabarsiz ekanligini aytgan bo'lsa-mu, lekin uning tutqun qilinganligini inkor qilmadi. Ma'lum bo'lishicha, Zoir Shoh yaqinqi 10 yildan beri Urumchi va Xitoyning ishki o'lkalarida o'yin qo'yish bilan o'tgan ekan. 2015-yili u Ipak yo'li sadosi naqsh musobaqasida 2-darajalik mukofotga erishgan. Uyg'urlarni nishon qilgan zo'r tutqun harakatida mazkur harakatning o'ngishliq o'rinlanishi uchun yaqindan xizmat hamkorligida bo'lib kelgan qonun sistemasidagi Uyg'ur amaldorlarning tutqun qilinayotganligi ma'lum. Muxbirimizning ahvol egallishi jarayonida Baying'ulon oblastlik taftish mahkamasining boshlig'i Hekim Qadirning siyosiy sababdan tutqun qilinganligi oydinlashdi. Bu qitim Hekim Qadirning tutqun qilinishida uning yaqinda tutqun qilingan o'rmonchilik nazoratining sobiq naziri Mehmet Abdullahning yaqin tutquni bo'lishi muhim sabab bo'lgan ekan. Yaqinda sobiq siyosiy mahbuslarning yangiboshdan qamoqqa ilinishi kishilarning diqqatini qo'zg'ashga boshladi. Shu qatorda Dilshod Paratning qaytadan tutqun qilinganligi ma'lum bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, ayni vaqtda ziyoratchilar soni eng ko'p bo'lgan to'rlarning biri hisoblanadigan Diyorim to'rining sohibi Dilshod 2009-yildagi 5-iyul Urumchi voqeasiga qudratqo'llik qilgan degan sabab bilan ayblangan. U 5 yillik qamoqqa hukm qilingandan keyin 2014-yilda qo'yib berilgan ekan. Analizchilar bu vaqtda fikr bayon qilib, bu Xitoy hukumatining har qanday Uyg'urga ishonmaydiganligining yana bir ifodalanishi deb ko'rsatdi. Xitoy zulmidan qochib Turkiyaga ko'chib ketgan Uyg'urlar sonining ishib berishiga ergishib, Turkiyaning Uyg'ur davosidagi muhim o'rin bo'lishi bag'ansir oydinlashmoqda. Shuning bilan birga Xitoy jasuslarining faoliyatlari aktiv tus olmoqda. Yaqinda Turkiyadagi bir qitimliq namoyishdan qaytgan 3 Uyg'ur ayol o'zlarining Xitoy soqchilari bo'lishi mumkin deb qaralayotgan kishilarning muhtamligiga duch kelgan. Bu vaqtda fikr bayon qilgan analizchilar Xitoy mushundaq usullar orqali Uyg'urlar orasiga qo'rqinish urug'i chechib, ularni bir-biriga ishonmas qilib etishni oxirgi nishon qilgan deydi. Yaqinda Turkiyadagi İyi partiyasi, ya'ni Yaxshi partiyasining parlament a'zosi Faxreddin Yo'qush apandi Turkiya parlamentida nutq so'zlab, Uyg'ur diyoridagi jazolash lagerlari masalasida Turkiya davlat raisi Recep Tayyip Erdo'g'an bilan parlament boshlig'i Binali Yildirimni qattiq tanqid qildi. Dalil mushu mezgilda Xitoy ziyoratida bo'lgan Turkiya parlament raisi Binali Yildirim Xitoydagi tarixiy shaharlarni va Sadichin sepilini sayohat qilgan bo'lsa-mu, uning bu jarayonda Uyg'ur masalasini tilga olmaganligi keskin tanqidga uchradi. Analizchilar bu vaqtda fikr bayon qilib, Turkiya hukumatini ayblash sadolari mushu tariqada davomli kuchaysa, buning Uyg'ur davosiga ijobiy ta'siri bo'ladi deb ko'rsatmoqda. 10 dekabr kundagi Dunyo kishilik huquq xitobnomasi e'lon qilinganligining 70 yillik xotirasida Dunyo Uyg'ur qurultiyi Xitoydagi kishilik huquqqa aloqador faoliyat bilan shug'ullanadigan 20 tashkilot bilan o'rtaq bayonot e'lon qilib, dunyoni Uyg'ur elida yo'lga qo'yilayotgan soqchi davlati sistemasi va lagerlar tuzumini oyoqlashtirishga chaqirdi. 10 dekabr kuni Yevropa Ittifoqining Xitoyda turishliq vakillari maxsus bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatini o'zi qo'l qo'ygan xalqaro kishilik huquq xitobnomasiga amal qilishga chaqirdi. Mazkur xotira kun munosabati bilan Chex va Slovakiya jumhuriyatlaridagi 115 olim imzo qo'ygan kollektiv murojaatnomada Uyg'urlar diyoridagi lagerlarni shartsiz taqash jiddiy talab qilindi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya Radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.